Так, Mukarram opa, 42-bog'cha direktori Qo'ziboyevadan olgan narsalaringizni qaytarib bering. Bering. Uyalmaysizmi? Siz o'zingizni juda halolman. Men halolman, Sevaraxon. Halolman debsiz-ku. Siz даже meni ustimdan ham men so'ramaganman o'shani. Sevaraxon sizdan pul olmaydi deb siz meni ustimdan ham Qo'ziboyevadan pul olibsiz, $2000. Qaysi betingiz bilan oldingiz? Nima haqqingiz bor meni nomimni qoralashga? Meni ustimdan olibsiz, meni ustimdan. Qaysi betingiz bilan o'shani qildingiz? Mukarram opa, undan keyin akangizni ishini deb olibsiz, to'g'rimi? Keyin akangizni ishini bitirib olganingizdan keyin men sizni ishga olib kirib qo'yaman debsiz. Undan tashqari qancha pullar yig'asiz ekan. O'shanda ham meni provotsировать qilgansiz. Men ishlayotgan paytimda ham. Uyalmaysizmi? Betam bo'lish kerak odamda. Sizni juda ham ayolni, haligi juda chestный ayol deb o'ylardim. Adashgan ekanman. Ko'nglimda qandaydir xiralik bor edi. Men endi eshitibman mana. Sevara sizlardan olmayman. Men hech kimdan olmayman. Men yemayman ham, yedirmayman ham. Men bir marta tuhmat balosiga uchraganman. Xudo saqlasin. Bo'ptimi? Xudo saqlasin. O'shandan keyin hamma yo'qda zapis qilib, isbot dalili bilan yuradigan bo'lib qolganman. Tushundingizmi? Bu terpirlikka kirmaydi. Hali bittani Feruza aytgandek, 15-bog'chaning metodisti 30-bog'chada 50% mертвый deb aytgandek, o'shani fiksatsiya qilganman. Bu o'zingni ehtiyot qil, qo'shningni o'g'ri tutmalikka kiradi. Bo'ptimi? Bering. Mukarram opa. Nimadan olgan xarajatlarni, pullarni baribir men qo'ymayman. Mukarram opa, 42-maktab direktori. Men tegishli joyga ariza bilan murojaat qilaman. Men vazirlar oldiga boraman. Vazirlar oldidan men xuddi shuni nima qilib vazirlar oldiga kiraman. Poraxo'rlikka yo'l qo'ymayman men. Tushundingizmi? Rishtonni bulg'ashingizga haqqingiz yo'q. Sizni bulg'ashga haqqingiz yo'q. Uyalmaysizmi? Ukangiz shunaqa nufuzli ishda ishlaydi. Ta'lim sohasida ishlaydi. Ukangizmi bilmayman. Betingiz bormi? Uyaling sal. Siz ta'lim maskanida ishlaysiz. Nimaga siz shunday qilasiz? Ta'lim maskanidagilar shunday qilib tursa, boshqalardan xafa bo'lmay qo'yaveraylik. O'sha yomon bo'lsa ham dadajonova bekorga sizni haydamagan ekanda. Hozir o'ylab qarasam dadajonimani ham oqlamayman. Oqlamayman. U ham kriteriyaga to'g'ri kelmaydi. Lekin dadajonova bekorga sizni haydamagan.